Fener yok yakışıldı. Git. Noqotdi, shoshma. Olma. Bilet tarvuz yordi. Tarvuz qanaqa yordi? Yer ko'rib yordi. Bu jinni bu yo'q kelinglar, qo'rqmang. Shoshma. Goblin? Joblinmi? Ya goblin, lekin bizga Kelib yo'q. Chat nima bu? Shoshmang, men qo'rqaman, men baqira olmayman. Men oldin qo'polmasam aytaman. Voy, bilet. Maqsud. Jinnimisan, qamoqdan chiqmaysanmi? Bu yo'limi to'sdi. Bizni ichkarida. Jinnini Tarvuz yeyotganmi? Voy, italish uchun gaplashish kerak, nima qilish kerak dalish. Aka, qanaqa gaplashasiz? Aka, birinchi men ichsasi yotibdi. Shoshmay qani chiqadimi, yo'q chaqiramiz. Bilar, men o'tlayam oyoqqa yomon tiyib qishtar ekan. Men nasib ko'tarib olay. Xo'p, shoshmay chatmi dotdi, chat. Aka, goblinni qayerdan topish mumkin? Goblin shu manzilni berdi va shu yerga keldik. Qo'rqasizlarmi? Live'da ko'rish qanaqa bo'lar ekan? Shoshing, nimadir o'ylab olaylik. Просто stream o'chira olmaymiz hozir. Qarab bo'lmasa, prosta territoriyani o'rganaylik-da. Sekin kirib gapga solib ko'ramiz. Yo'q, aka, bu o'z bilan gaplashishga chaqirmaydi-ku, bu yerda. Men qani, stop, mana. Hozir fikrimga olayman. Hozir bu yerda biz nimadir topishimiz kerak va shu yoqqa berkingan. Lekin biz qanaqadir goblin shotda bo'lgan paytga kelib qoldik menimcha. Men shu haqida o'ylayman. Ya'ni bu yerda nimadir borki, to'g'risi Gambitni klonga emas, odamga ko'p aylantiradi. Ya'ni bilet qo'pol gapiraverdim va Gambit yana mendan xafa bo'lyapti. Klon deganimga. Chat bu yer to'latgan bo'ling. Menga tuhmat qotdi bu. Qanaqa tuhmat? Mana chat mana. Kim Gambitni klon deb o'ylasa va Gambit klon qilgan ko'rgan bo'lsa, Gambit klon deb yozinglar. Mana hozir ko'rasiz o'zingiz chatda. Okey, qidiraylik bu. Qo'dol bor ekan. Shoshma, men mikrofoniga kimdir teyaptimi? Bu ummat bosma tegmaydi, bola. Mikrofoningdagi. Yo'qol. Shoshma. Kameramen, sekin kel. Qani, bilet, ana do'san qo'rqitasan. Hey, goblin. Tosh ber, tosh etamiz. Bitin, mamnun qil. Alloh bor ekan bu. Bu yerda podol bor ekan do'stlar. Podol chimi bor? Pastdan tushib ko'rish kerak bu-ku. Mayyoda. Ya, hop, mana qani, podolda kimdir bormi uncha? Goblinning oilasimi bu? Kim bu? Yaqinroq qani, qo'li kimdir bordi. O'ylayman. Oyga. Ket. Nima tashadi? Sharif tashyapti. Yo'qari. Bu kallasiga tegdi. Bu qochdi. Boshim headshot berib qo'yganmi boshiga? Qani? Yo'q, qarang. Böyle mikrofonning orada to'g'ri yuribman. Lekin bu nimaga bunaqa qotdi bu? Aka, men qo'rqaman, chunki promil kirdi bu narsani berish. Ketkizmoqchi bizani bu yerda. Adashib kelib qolmadingmi? Ket deyapti bu. Agar adashib kelgan bo'lsa, bu adashish manzil yozgan bo'ladi. Lekin kitobam agar buni aytayotgan bo'lsa, demak bu adashish emas. Shoshma mana. Shoshma, bizlarni ko'pini yana chaqirtibdi. Podolga tushishimiz kerak edi. Eslashib ketib podolga tushishimiz kerak. Chunki podol rostdan kimdir ko'rdim. Let's go bo'lmasa bu yo'lga. Gambit degan prosa qilyaptilar, bilar. Shart qanaqa men qo'rqayotganimni his qilmayapti, menimcha Gambit. Tarvuz hidi chiqyapti. Mana qaranglar, chat. Agar podolga kirishimiz qolsa, davayt hozirroq podolga deb yozasizlar. Podol kirishimiz qolmasanglar, kirma deb yozasizlar. Ya mana podol. Menimcha kirishimizni xohlamayapti, brat qo'ying. Salotma deylarmi? U ichkaridan chiqib keldi. Qayerdan men o'taman? Chat. Shoshma. Chat yozgan o'qiy, shoshmang, men qo'rqaman, tezroq ketaylik, bilet. Kirmasak, ketdik, onasini bilsin. Nima bu? Все, hamma podol yozibdi, bo'l kiramiz. Nima zararli emas podolga deb yozibdi? Kirmas edik biz. Stop. Yo'qki. Voy, podol, voy. Bu kraska.
Budda odam qani? Odam ko'rdingmi o'zi? Hamma yuzsiz ko'rdim. Bu odammi? Men qarang, keldi bu yoq. Yo, bu yoqqa ketmadi. Keldi, men ko'rdim yuzsiz. Mana, qarang, mana. Mana, mashtan qaradik menimcha biz. Budda odam qani-chi? Yo, kameraga nahotki ko'rmadi, chat. Men bu odam, sen so'nggi qildi-ku. Bu prematativ ko'rib olamiz bo'lmasa? Yo, xo'p, bu efirda, prematativda ko'rib bo'lmaydi. Ya'ni biz Iblet kirdi ekan, turk bo'lama. Hamma shoshma Mametdan nima bor ekan, podolchilik podol. Kech qani? Ey xudo. Bu yerda shoshmang, bu yerda mana qonmi bu kraskami bu? Bu kraskasi kerak yaltiroqda, ha? Da, mana hech naqa. Bu kraska bilan model yozib tashlagan ekan. Mana buni qara. Shoshma kamerada ko'ryaptimi? Ha, kamerada yaxshi ko'ryapti даже. Ya'ni faqat bizga ko'rmayapti bu. Ya'ni bu orqasida nima bor? Chunki narigi tarafda bunaqa joy yo'q edi. Narigi tarafda bunaqa bitta joy yo'q edi menimcha. Mana portalmi? Yo'q, qani? Kelech. Mana. Bu tarafda bunaqa yamalgan ekan. Yo'q. Yo'q, xo'p. Bo'lmasa nimaga kis qilib qo'ygan? Ya'ni oddiy narsaga. Bilet, bash kobradan, bilet adashtirdim. Goblindan chiqib so'rash kerakmi? Hop, bu yoqqa mana, bu yoqqa keling. Bu yerda yana paskaska beradigan narsa bo'lish kerak bizga. Bilet, o'rgimchak yaxshilab olgan. Qo'limga qara o'rnashib qoldi bilet. Mana yoqda qara. Qatki. Mana. Nima yozgan? Help. Yordam. Nimaga kimga yordam yozish kerak bu yerda? Kimdan yordam so'ragan? Voy, bilet. Shoshmanglar. Bilet, o'rgimchaklarga yozordi. Chiqaylik mashinadan chiqaylik. Lekin shoshmanglar. Voy, do'diraman, chat uzr. Просто sizlar men o'rnimda bo'lsangiz biladim. Kamida men mikrofonim yoqmayman даже, bilet. Ovozimni ochib otdim, chat yozarga, chunki mikrofon yoqishdan chiqib qo'rqib ketgandim. Hamma mikrofon yo'qoldi mashina joydan, esi uchun. Nimalar topish kerakmi bu yerdan? Ha, yo'q. Shoshmang, mikrofoningizni ochib sizlarga yaxshi. Bu monsterdan boshqa hech narsa yo'q. Mamchi. Ya, блядь, chemadonni o'ylayapman men mana. Changini. Voy. Lekin как будто Mametda kimdir yotgandek, ha? Nima deb o'ylaysiz, aka? Kimdir qo'ygan. Bu конечно bu help deb bekorga yozilmaydi-yu. Bekordan bekor. Ha, shoshmang, Mamet yopiq bo'lsa, kimdir qamab qo'yishgan bo'lganmi yoki? Yo'q, qiynaydigan joymi bu? Yo, xolos bilmayman, do'stlar, qamaylik. Hozir просто Men bu yerdan ikki tarafdoriman. Kobra bu yerda nima qilyapti, brat? Kobra emas, bu goblin bu. Goblinmi? Kloni goblida esidan chiqib kelyapti. Bile izor deysan chiqib. Mana jamlaqa. Ehtiyot dushqa boshlayman. Mana jamlaqa bo'lib chiqib qo'yaman. Hech bola topolmadik-a? Onasini emsi menga yoqmayapti bunaqa lo'qligim. Ol, normaliy san. Bля, bu goblin jinimi? Mana shuni otib olganmi shunda? Qamay. Men metuvchi bor ekan-a? Kimchi nimadir bormi? Keling. Shoshmanglar, chatmada otdi. Давай, do'stlar, like 10 mingtadan oshirib tashlaylik. 10 ming, 20 mingtadan просто oshirib tashlaylik. Давай. Mama, Ninachi. Shoshmanglar qoldi. Shoshmang. Do'stlar, qarang, dashi Ninachi ushlab oldik. Olib chiqib boramiz. Bu tuvalet ekan, keyin. Bile, bizga kerakli ish topolmayapmiz. Qo'y. Ichkariga kirish kerak o'zini oldiga. Shosh, yaqin ol. Shoshma ol. Ol. Hey! Nima qilasan sen? Nima qilib Goblin sensin, ne? Goblin. Ko'ramiz ekan, men qo'rqasan. Bilet, ovoz eshitmayapti bizga. Ha? Men g'ashib tushmayman. Men bitta sharla otib tashlab. Charlan qara.
Chemada. Shoshma. Hozir fikrimni yig'ib olay. Chimada. Ha. Bu ham xuddi shunaqa o'sha lo'qlik. Anaqa. Короче, любой klonga o'xshab. Bu ham bizani chimadamiz olib qo'ymoqchi. Shoshsam? Nima sana chimada o'g'irlamoqchimisan? Yo'q. Chimada nima senga kerakmi shunaqa chimada? Chemada meni kerak emas. Chemada senga kerak. Sizlarga kerak. Chemada sizlarga kerak. Oy sen jinnimisan, ey? Вообще-то sen qanaqa aktyormisan, aktyor bo'lsa, lekin bu yerda yashamasdi-yu. Bu kelishimiz sizlar oramizda kimdir sotqin aytib qo'ygan yoki Tailand turishiga. Gambit deb kim bo'lishi mumkin boshqa? Ha, o'la. Klonlarning anaqasi, sherigi. No, bled, shoshma, hozir urushning payti emas. Hop, oy. Chamadan nima bizga kerak? Inson Chimadanni nima qilasan sen? gapirmayapti, vasamiz olotdi. Nima qilmoqchisan chimadanni? Shoshma. Chimadan sizlarga kerak dedi. Shoshma. Chimadan bizga nimasi kerak chimadan? Kobra rostdan sizlarga keldimi? Nima Kobra deyapti? topdimi sizlarni? Shoshma, yo'qki. Sal yaqinlashga o'zi ishonadi. Sal oldiga kirsak bo'lmaydi, ha? Kobra rostdan topdimi sizlarni? Topdimi? Kobrani aytibdi. Kobra sizlarni topdimi deyapti. Kobra bizani qayerdan biladi bu haqida? Shoshma, bu qayerdan? Sen qayerdan bilasan bu haqida? O'yinchoq. O'yinchoqqa tegdilarmi? Tegdilarmi o'yinchoqqa? Qayerdan O'yinchoqda. bu narsalarni bilyapti? Shoshma, jim. Bosh. Nima, bled, normal gapir, hech tushunmayapman. Hoshi, jim o'tiraylik, gap. Eshitma. O'yinchoqda sizlarga kerak narsa bor. O'yinchoqda sizlarga kerak narsa bor. Nima? Bo'ldi. Mana shu tushunganim yo'q, shoshma. Shu esingda bo'lsa, men Oldiga sizlarga qo'y. yordam bermoqchiman, degdi bir marta. Qochish. Endi shoshma, tushunmay qoldim hozir. Baqiryapti. Ketyapti, brat. Yo'q, shoshma, tushunmadim hozir. Hozir shunda. O'yinchoq ichida sizga kerak narsa bor deyapti. Nima bo'lishi mumkin? Bila, endi hozir o'yinchoq olish kerak. Va eng qizig'i do'stlar, men bu yoqqa chimadanni ham, kitobni ham o'yinchoq hech qachon olib kelmaganman. Qattiq qo'ygan uni. Ularni men uyimga yashirib qo'yganman. Chunki bu yoqqa olib kelsam, bu yerda qatnab boraman, balki hamma klon shotib olib qo'yar bizdan kitobni. Menimcha bu yaxshi anaqa bo'lsa kerak, klon bo'lsa kerak. Chunki eslasang, ishingni tagida masalaga yordam bermoqchi edim, endi masalaga hech kim yordam bermaydi, u yoq bu yoq dedi. Ha, do'st bo'lmoqchi edi bu biz bilan. Men buni klon deganim uchun suvga itarib yuborgandim. И вот hozir ham bizga aytibdi, что nimani cho'kishimi yordam beradigan narsalarni-da. Hop, nimaga o'zi bizdan qochyapti? Menga nimaga charyapti? Nimaga oldiga kirsam tarz otardi. Masalan, o'zi oldiga kirib kelmayapti mana. Chunki kimga tarz otishni biladi yoki jirganchi nimani qilib qo'ymayman. Bizga kerakli narsani aytdi-ku. Ichida sallaga kerakli narsa bor dedi. Bila, endi hozir ayiqchani borib ochish kerak. Da, balki. Da. Balkim faqat mana shu informatsiyani bilish uchun bizani cho'tga chaqirgan. Bila, maqsad sochilmagan. Bitlab ketadi soch. Menimcha ket deyotgan sababi boshqa klonlar kelayotgan bo'lsa-chi bu yoki. Voy, Bo'lmasa ketib. bazm bo'ladimi deydi. Hop, qaranglar, do'stlar, to'g'risini aytsam, mana hozir baribir efir tugashi kerak, chunki hozir bilan chiqayotgan mashinalarimizni ko'rsatmoqchimiz. Hop, chat efirda qarang qancha odam. Ye. Do'stlar, birinchidan sizlar mana shu monster sizlarga o'zinglar aytay mana. O'zinglar malodeslik uchun da'vat chat ham malodeslik so'zlashasan va do'stlar shu bilan menimcha efir tugadi, lekin bu Darknet 5-qism emas, umuman. Chunki Darknet 5-qism umuman boshqacha va YouTube video bo'lib, bilan to'liq bir ko'rsatuv bo'ladi. Bu sizlarga Darknet 5-qismga tayyorlaydigan narsa. Ya'ni Goblin bergan manzilga keldik va uyni o'zinglar ko'rdinglar qanaqaligini. Ancha ichkarida Goblin вообще yovvoyi bo'lib, biz bilan почти gaplashmayapti ham. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, birinchi o'rinda aktiv beringlar va ikkinchi o'rinda Darknet 5-qism qachon chiqadi degan savolga sizlar Telegram kanalga javob topasiz. Shuning uchun hozir Telegram kanalga o'tinglar. Silkasini men polniy chatga tashlayotib, hozir adminlarim yoki o'zim tashlayotgan bo'laman. Polniy Darknet 5-qism haqida ma'lumotni men Telegram kanalda o'tinglar, obuna bo'linglar va Instagram storisida kuzatib boringlar. Nima bo'ldi, nima desam bo'ladi yana? Bilet bo'zim kimdir kelayotgandek bo'ldi. Hamma bo'lib ketdik. Xullas do'stlar, shu bilan tez kundan Darknet 5-qism va albatta shu nima qilasizlar? Endi bilet, endi shu 5-qismni ko'rasizlar davomli. Tipla chimadan ochamiz, madra qilamiz, gambit. Qarshi gambit ekan davolash kerak. Xullas nima deb o'ylayotgandir tushunmayman. Chunki umuman kutmagandim bu yerda klon bo'lishini вообще-то. Men davolaydigan joyim yo'q, men normalniy jigarlar. Shu normalniy. Все,